Parijga xush kelibsiz. Mana Parijda metroda ketyaptilar. Parijda yomg'ir. Havo shunaqa mazza, bahor havosi. Jonlarim. O'rtoqlar, Parijda vibe shunaqa boshqacha, endi kelmasalaring bo'lmaydi. Kelinglar tezroq sizlar. Havo salqinroq, shuning uchun tashqarida o'tira olmadik. Ichkarida o'tirishni tanladik. Biz hozir kafe Marledamiz. Bu Luvr muzey yonidagi mashhur kafelardan biri. Bu yerda bolajonlarim bilan maza qilib nonushta qildik. Videolardan sizga ham ilindim, kopiyalari shunaqa mazali. Qizim 1 oy Parijda o'qigan, shuning uchun Parij uni eng sevimli shaharlaridan biri. Bu yer Luvr muzeyi tashqi tomoni. Xuddi yana bir chiroyli muzeyga o'xshaydi. Yomg'ir. Mana biz. Bu yer kechqurun yanada chiroyli bo'larkan. Bu safar parijliklar kabi yashashni xohladik, lekin baribir ham men rasm videolarga tushib oldim. Qizimning jahli chiqdi, chunki u parijliklar kabi u yerda yashab ko'rishni xohlagan edi. Men turistlarda yana rasm videolarga tushib oldim. Xohlasangiz 2 etajli avtobusda Parijni tomosha qilishingiz mumkin. O'rtoqlar, biz Parijdamiz. Bu yerda yomg'ir. Bahor havosi shunaqa mazza. Mana shu muzeyi. Buni ichida juda chiroyli artlar bor. Bunga biz kirganmiz. Bu safar Marle kafesiga kirdik. Shunaqa mazza joylar. Yana bir necha xil rejalar. Bugun 3-4 ta joyni ko'rishga ulgurishimiz kerak. Ko'ramiz, ulguramizmi, yo'qmi. Keyingisi mana shunday zamonaviy art muzeyi bo'ldi. Bu yerda uy bilan bog'liq narsalarni ko'rishingiz mumkin va Eyfelni ham uzoqdan ko'rib qoldik. Shunaqa chiroyli. Va bu yerda katta poyezdlarni ichlarini ham chiroyli qilib bezatib, mana shunaqa qilib yasatishgan ekan. Antiqa. Undan keyin esa Lafayette Mallga keldik. Bu yerda qornimiz och qoldi, ovqatlanib olamiz va shopping kompleksni tomosha qilamiz. Bu yerda esa fresh squeezed orange juice, ya'ni apelsin soklarini mana shunday qilib chiqarib olasiz. Bolajonga boshqa ichimliklar yoqdi. Biz apelsin sokini ichdik. Parijdagi Lafayette Shopping Center shunaqa chiroyli, ko'rib og'zimiz ochilib qoldi. U yerda mana shunday yana sifatli sovg'alarni olish mumkin. Qizim Parij asallaridan oldi. U yerdagi fashionga hayratda qolmasdan ilojingiz yo'q, chunki u yerdagi kiyim-kechaklar ham umuman boshqacha ko'rinishda. Keyingi gal Fransiyaga kelish nasib qilsa, kiyim-kechaklardan olib ketamiz deb niyat qildik. Bu yer esa metro.
ko'chalarda shunaqa mevalar, restoranlar, har qadamingizda kafelar. Hozir esa biz bir narsa yegani keldik. Buni siz yeb ko'rmagansiz, lekin men ikkinchi bor hozir yeyishim. Hozir birgalikda chig'anoq yeb ko'ramiz. Bu ingliz tilida snail deyiladi, lekin Parij restoranlarida escargot deb nomlanar ekan restoran nomlari. O'sha joylarda buni topib yeyishingiz mumkin. Shunaqa mazali. Agar siz dengiz hayvonlarini yoqtirsangiz, bu ham sizga yoqishi aniq. Endi esa Louis Vuitton kafesida mazza qilib kofe bilan shirinliklar yeymiz. Bu yer dunyoga mashhur Louis Vuitton kafesi. Shunaqa chiroyli. Mana bu kechki go'zallik esa meni e'tiborimni o'ziga tortdi. Shunaqa chiroyli. Qani bo'lmasam Louis Vuitton kafesidagi kofe va shirinliklarni sinab ko'ramiz. Bismillah deb. Mana shunaqa shirinlik. Metrodamiz. Keyingi manzil Maxim restorani. Bu yer shunaqa chiroyli restoran, lekin biz kech qoldik va pastda bizga joy qolmadi. Tepada o'tirishga to'g'ri keldi. Lekin bu restoranning har bir burchagi shunaqa chiroyli edi. Men bunaqa san'at asarini birinchi bor ko'rishim, lekin Fransiyada shunaqa ajoyib chiroyli restoranlarni ko'p uchratasiz. Ular bir-birini takrorlamaydi. Shunaqa chiroyli. Bu yerda o'g'lim opasini tabriklash uchun fursat topib, pianinoda Happy Birthday'ni chalib berdi. Opasi rosa xursand bo'ldi. Mana metroga chiqib olamiz, yana keyingi manzil tomon yo'l olamiz. Mana bu yer metro station. Bu yerda ichimlik, snacklar och qolganlar uchun. Shunaqani bolajonim. Bular bu yerda shu metrodan chiqish shunaqa shabada sovuq, lekin bahor havosi, yomg'irli. Rosa charchab mehmonxonamizga kelib oldik. Ikkinchi kuni boshqa xonaga ko'chishimiz kerak bo'ldi. Mehmonxonaga ko'chishdan avval mana shunaqa qilib kirib o'zim videolar olib chiqdim. Bu yerda oynani ochib tashqariga qarasangiz endi butun Parij ko'rinadi. Shunaqa chiroyli. Sizga ham borganingizda shunday mehmonxonalarni olishni tavsiya qilaman. Parij vibe'ini to'liq his qilasiz. Bu mehmonxonamiz ichi shunaqa ko'rinishda. Xohlasangiz kofe damlab ichasiz. Zinasi mana shunday chiroyli. Mana tong ham otdi. Endi tongi Parijni birgalikda ko'ramiz. Mana shunaqa go'zallik. Siz ham Parijga borganday bo'ling. Parij arxitekturasi ranglari menga juda ham yoqdi. Metrolar qulay.
Endi esa nonushta qilishga yana bir mashhur restoranga keldik. Dunyoga mashhur restoranlardan biri bu RH restoran ekan. Shunaqa chiroyli. O'zimni bir shu yerda ham videoga olay. Shu restoranga borganim esdalik bo'lsin deb o'zimni videoga oldim. Mana ovqatlar ham keldi. Endi maza qilib nonushta qilib olamiz. Fransiyada hech kim hech qayerga shoshilmas ekan, hatto ofitsiantlar ham. Biz esa hammasiga ulgurishga shoshilib yurdik. Va nihoyat mana ovqatlarimiz keldi, ovqatlandik. Keyin to chekka olib kelgunlaricha ham 1,5 soat kutdik. Xullas shunaqa. Fransiyada hech kim hech qayerga shoshilmaydi bizga o'xshab. Mana shunaqa qandga o'xshash sarayoq ko'rganmiz. Bu yerda nafaqat ovqatlanasiz, balki bu bino arxitekturasidan ham zavqlanishingiz mumkin. Qani tomosha qilamiz, ketdik. Bu go'zallik sizga ham yoqadi deb o'ylayman. Mana bu yerga qancha mehnat sarflangan. Bu restoran tashqi tomoni. Fransiyaning chiroyli ko'chalarini tomosha qilib milliy kutubxonasiga keldik. Bu Fransiyadagi chiroyli kutubxonalardan biri. Bu yerda har kuni yashab kutubxonaga kelgim keldi. Chunki men ham student bo'lganman, o'qituvchilikka o'qiganman. Kutubxonalar meni eng sevimli joylarimdan biri bo'lgan. Shunaqa chiroyli kutubxona borligini bilasizmi? Bu Fransiyadagi katta kutubxonalardan biri. Shunaqa chiroyli. Yana bu yerda mana shunday chiroyli gul magazini bor ekan. Bu yerdagi gullar endi shunaqa chiroyli. Mazza qilib har hafta shu gullardan olib uyingga chiroyli qilib bezatib qo'yging keladi. Ayniqsa mana shunisi meni eng yoqtirgan gullarimdan. Bu yerda endi qizimga taroq ko'rishga keldik. Bu yerda spesialniy taroq magazini bor ekan. Xaridorlari talabiga binoan chiroyli taroqlardan tanlab va o'sha odamni ismini yozib berishar ekan. Qizim tanlagan taroq $60 aylandi. Qizim shunaqa xursand bo'ldi va bu yerdan taroqlardan olib ketishingiz mumkin. Yana mana shunday lip balm, labga suradigan maxsus narsalar, atirlar bor. Mana sovg'ani sumkaga solib berishdi. Qizim juda ham xursand. Bu yer ham Fransiyadagi tarixiy binolardan biri. Nomini bilsangiz kommentariyada yozib keting. Bu yer ham shunaqa chiroyli, juda ham ko'p turistlar bu yerni ko'rishga kelishadi. Sal sovg'ib qoldik va karet kafesiga borib issiq shokoladdan ichib ko'rgimiz keldi. Yana metroga tezda tushib oldik va bu kafega yetib keldik. Kirib mazza qilib issiq shokoladlardan ichib, isinib, telefonlarimizni zaryad qilib oldik. Keyin esa Eiffel minorasini ko'rishga yo'l oldik. Voy Allohim, insonlaring yaratgan mo'jizalar naqadar chiroyli. Mana bu shunaqa go'zal joydamiz. Qizim shunaqa xursand. Uni tug'ilgan kunini biz
shu yerda nishonlashni xohladik. Bolajonim, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Charles de Gaulle, étoile. À cette station, descente à gauche. Please exit to the left. Louvre muzeyi svet yonishini ko'rishga keldik, lekin soat 11, svet o'chib bo'pti. Endi mehmonxonaga qaytamiz. Mana mehmonxonamizga qaytib keldik. Bu yerda shunaqa manzara, bu yerda ham bir esdalikka video olay dedim. Mana bu jurnallardan ko'rib bir tomosha qildim. Aslida rosa charchaganman, kirib uxlashim kerak, lekin shu yerda ham videocha oldim. Endi esa bugungi kun nonushtasiga tayyorgarlik qilamiz. Uning uchun mana shunday kumush, lekin brilliant ko'zli braslet olgan edim. Uni ham Fransiyada taqishni xohladim. Va shunaqa yurakli uzuk. Mana endi tayyorlanamiz. Men sayohatda unaqa oshiqcha hashamat qilib o'tirmayman. Ozgina bo'yanaman va mana shunday kiyinib ketaveraman. Fransiyaga tanlagan obrazim, ya'ni kiyimlarim yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, izohlarda bildiring. Kulrang palto tanladim va unga bardoviy sharf va shapka shunaqa mos tushdi va o'zimga ham yoqdi, yarashdi deb o'ylayman. Bu mehmonxonamiz nonushtasi. Biz esa tug'ilgan kunga spesialniy Instagramda mashhur bo'lgan restoranga kelyapmiz. Mana bu restoran. Hozir bu yerda qo'llarimizni yuvib nonushtaga kiramiz. Bu menyusi. Sizga ofitsiantlar xizmat qilar ekan, bittasi choy quyadi, bittasi shirinliklar beradi, yana biri ovqatlar olib keladi. Shunaqa chiroyli endi bu yer. Ketging kelmaydi. Qani har kun imkoni bo'lsa shu yerda nonushta qilgan bo'lardim. Afsuski, buni imkoni yo'q. Amerikaga qaytish kerak. Qizim xursand bo'lishi uchun, bir umrga yodimizda qolishi uchun qimmatroq bo'lsa-da bu restoranga bordik, lekin restoran narxi $200 ga tushdi. Yomon emas. Umringizda bir marta borib shunaqa joyda bir experience qilib ko'rish menimcha puliga arziydi. Tug'ilgan kun nonushtasi shunaqa chiroyli va bir umrga esda qolarli bo'ldi. Siz qaysi kun uchun bu restoranni tanlagan bo'lar edingiz? Xayr Parij, seni sog'inib qolamiz. Ko'rishguncha. Hamma samolyotga chiqyapti. Restorandan Tubov food oldik. Mana Islandiyadan endi Denver tomon uchyapmiz, ko'tarilib oldik. Xayr Islandiya zamini, seni ko'rishga boshqa kelamiz inshaalloh. Yozlarda erim bilan kelish nasib etsin.
Man dunyo go'zalliklarini tomosha qildim. O'g'lim shaxmat o'ynash bilan ovora bo'ldi. Mana shunday go'zalliklardan bahramand bo'lib, Denver aeroportiga yetib keldik. Parij va dunyoga qilgan sayohatlarimiz sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Keyingi yana zo'r videolarda ko'rishguncha